Xitoy doiralari 4-noyabr kuni tantanalik faoliyat o'tkazib, Do'nko'rikdagi Urumchi xalqaro cho'ng bozorini qayta ochgan. Xitoy doiralarining mazkur bozorni 24-noyabr shu rayondagi Jiangshan, ya'ni Baxt Saodat Gulliki oilaliklar qo'rosidagi bir binoga o't ketib, 24 Uyg'urning hayotidan ayrilib shahid bo'lganligi va bu fojianing Xitoyning davlat ichi va sirtida Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshlik, shundaqla Shi Jinpingning Xitoy virus siyosatiga qarshi keng ko'lamlik norozilik harakatlarining portlashini keltirib chiqargan bir vaqtda dog'dug'liq murosim bilan qayta etishi diqqat qo'zg'amoqda. Urumchidagi o'tapit keltirib chiqargan xalqarалық norozilik hozirmi davomlashayotgan bo'lib, Urumchi xalqaro cho'ng bozorining dog'dug'liq ichilgan paytining o'zida Uyg'ur, Tibet, Hong Kongliklar va Xitoylardan 500 dan ortiq kishi Nyu-York shahar markazidagi Washington maydonida namoyish o'tkazib, o'tapitida hayotidan ayrilganlarga ta'ziya bildirgan. O'tapitida hayotidan ayrilganlarning bir-birlab ismini chaqirib, ularga sukut turgan namoyishchilar yana Uyg'urlarga, Hong Kongliklarga, Tibetlarga erkinlik talab qilgan. Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi 4 oydan beri davom qilib kelgan Xitoy virusi yuqumi qarshi qamal, shundaqla o'tapit keltirib chiqargan keng ko'lamlik norozilikdan keyin Urumchi xalqaro cho'ng bozorini qayta etishda tantanalik murosim o'tkazishning sababi ma'lum emas. Xitoy xabarlar torining uchurda aytilishicha, Urumchi xalqaro cho'ng bozor 4-noyabr salyotlar bilan tantanalik ichilgan bo'lsa-mo, lekin butun bir bozorda faqat 30 dak do'kon ichilib savdo qilgan ekan. Xitoy taratqullarining aytishicha, o'xshash bir vaqtda yan Urumchi shaharlik hukumat axborot yig'ini o'tkazib, navbatda Urumchi shahri yuqumning oldini olish va kontrol qilish tadbirlarini normal yo'l qo'yishning shart-sharoitini tayyorlaganligi, xizmat, ishlab chiqarish, savdo va bozorni asliga keltirish salmoqini texim kuchaytirganligini bildirgan. Xitoy dunyoning har qaysi joylarida 100 dan saqchi punkt qurib, surgunda yashayotgan Xitoy fuqarolarini nazorat qilish, parokandichilik selish va majburiy qaytarib ketish qatorliq harakatlar bilan shug'ullangan. Amerika ismli xabarlar tori, ya'ni CNNning xabar qilishicha, Xitoy bu harakatlar bilan shug'ullanishda boshqa davlatlar bilan o'tkazgan o'zaro bexatarlik kelishimlaridan foydalangan. Italiyadagi himoyachilarni qo'g'dash tashkiloti bu yil 9-oyda doklad e'lon qilib, 54 Xitoy saqchi punktining chet ellarda faoliyat qilganligini oshkorlagan. Holbuki CNNning 4-dekabr ko'rsatishicha, bu tashkilot Xitoyning yana qo'shimcha 48 saqchi punktining chet el davlatlarida faoliyat qilayotganligiga oid yangi dalillarga erishganligini aytgan. Himoyachilarni qo'g'dash tashkilotining yangi doklati Xitoy saqchi punktlarining ko'lami, shundaqla Xitoyning Italiya, Serbiya, Xorvatiston, Romaniyani o'z ichiga olgan ba'zi Yevropa davlatlari bilan bo'lgan o'rtaq saqchi kelishimlarining o'ynayotgan rolini markaziy nuqta qilgan ekan. CNNning aytishicha, himoyachilarni qo'g'dash tashkiloti Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining 53 davlat faoliyat qilgan farqli 4 saqchi doirasini aniqlab chiqqan bo'lib, bu saqchi punktlari Xitoydan kelganlarga yordam berish nomida faoliyat qildi ekan. Dokladda Italiyaning Xitoy bilan bu xil saqchi kelishim imzolagan davlatlardan biri ekanligi, 2016-yildan 2018-yilgacha Xitoy saqchilarining Italiya saqchilari bilan birlikda Rim, Milan qatorliq joylarda o'rtaq chorlash olib borganligi, keyinroq buningga Naples shahri nomi qitilganligini bildirgan. Himoyachilarni qo'g'dash tashkilotining faoliyat direktori Laura Hart CNNda bu muztag'ning suv yuzida ko'ringan faqatli kichik bir partisi ekanligini bildirib, har qaysi ellar o'z davlatlaridagi qonun bilan idora qilish va kishilik huquqni qo'g'dashni Xitoydan kelgan uchun, shundaqla dunyodagi boshqa kishilar uchunmi o'xshash masala deb o'ylash kerak degan. Qirg'iziston Oqsoqollar kengashi hukumatdan chet ellardagi qirg'izlarning vataniga qaytishini kafolatga ega qilishni talab qildi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 25-noyabrdan 26-noyabrgacha poytaxt Bishkekda o'tkazilgan 1-navbatlik xalq qurultiyi Oqsoqollar kengashining a'zolarini qabul qildi. Oqsoqollar kengashi a'zolari 1-navbatlik xalq qurultiyi tashkillash orqali siyosiy irodani namoyon qilganligi uchun prezident Sadir Japarov rahmat aytib, hukumatga 2050-yillik nishonni o'z ichiga olgan taraqqiyot programmasini tuzish taklifini berib, bu programma doirasida ko'chman qirg'izlarning vataniga qaytib kelishini kafolatga ega qilishni talab qildi. Rasmiy manbalarga asoslanganda, taxminan 7 million nopos bo'lgan Qirg'iziston fuqarolaridan 600 mingdan ko'proq kishi Rossiyada, 30 mingga yaqin kishi Qozog'istonda va 30 mingga yaqin kishi Turkiyada ko'chman sifatida yashamoqda. Qishda badanni issiq saqlash bek muhim. Qilin kiyinishdan boshqa yemek ichmakning joyida bo'lishimi badanni issiq tutishga foydali. Oziqlik mutaxassislarining bildirishicha, ba'zi yemekliklar badanni qizitadi. Bo'libmi oqsil mo'l yemekliklar xuddi yiqilg'uga o'xshaydi. Biroq oqsil miqdori tuvan bo'lgan yemekliklardan biliq, uy qushlari, lo'q go'sh, sho'rpa yoki suvli yarmisiga o'simlik oqsoqil qo'shib yeb, yog'ni ko'plab qabul qilishdan saqlanish zarur ekan. Uningdan boshqa lamnariya, qizil dengiz yosuniga o'xshash tarkibida yod ko'p yemekliklar, qora
kunjut, oftobparast, sut mahsuloti va yupurmoqli ko'ktat qatorliqlarda amino kislota mo'l. Shunga badanning sovuqqa taqobil turish kuchini oshirdi ekan. Sovuqdan qo'rqish yemaklik tarkibidagi mineral moddalarning oz ko'pligi bilan munosabatlik. Navoda badanda magniy, sinik, to'mir qatorliq mineral moddalar kam bo'lsa, odam to'ng'oq bo'lib qoladi. Sabza, barangi qatorliq yiltizsimon ko'ktatlarda mineral modda ko'p. Shunga qishda bu yemakliklarni doim yeb bersa, badanni issiq tutqili bo'ladi.